Do'stlar, bu video maxsus bog'dorchilikka oid video. Agar sizni daraxtingiz mevaga kirgan, yoshi 5 yoshdan katta va mevalik daraxt bo'ladigan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu kesish amaliyoti bajarilgandan keyingi qiladigan ish haqida video. Surka ekkanimiz palovoy kraska. Bu oddiy palovoy maslinisidan olasiz, arzonidan yoki bo'lmasam fasatniy va immunitsiya olasiz. Bu surkalayotgan joy daraxtda kesilgan yo'g'on shox hisoblanadi. Yaqinroqdan ko'rsating. Mana e'tibor berib ko'rishingiz mumkin. Ketmon sopidan yo'g'on shox kesilsa, daraxtda 3 yaruslik joyda, ya'ni 2,5 metr, 2 metrdan balandroq bo'lgan joyigacha bo'lgan holatda nariroqdan oling. Daraxt shoxi kesilsa, kesilgan shox o'rniga tezda bu shox kesilgan joy qurib qolmasdan turib, xuddi shu kraskadan yoki vada immunitsiyadan surkab qo'yishingizni maslahat beraman. Chunki agar surkamasangiz bu joy yorilib, daraxtning ichidagi suyuqligi chiqib ketishi natijasida bu joylarda bakterial kuyish yoki daraxtda qurish natijasiga olib keladi. Bu narsani obreska qilingandan keyin обязательно qilishlarini maslahat beraman. U 5 yoshdan katta bo'lgan daraxtlarda amalga oshadi. Mevali daraxtlarda. Hozir oktyabr oyi, mevaga kirgan gilos daraxtlarning kesish ishlari boshlangan. Agar kimga shunaqa xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Aloqaga chiqsalaring, daraxtlarning holatini videoga olib tashlasalaring, qayerdan kesish kerakligi haqida ma'lumot beramiz. Mehnatlarga bitta like bosamiz. Bog'ni bu tomondan olib ko'rsating. Juda qattiq kesildi, lekin bu yilgi natija 30 tonnaga tushirildi. Inshaalloh Xudo xolasa sizlar bilan natijani ham video ko'rinishida ulashamiz. Bu yoqqa olasiz. Bizni kuzatishda davom etasizlar. Sog' salomat bo'lasizlar. Kuzatishda davom etasizlar. Like bittadan.